Vokzal travmatologiyaga 111 kvadratlik 3 xonali xonamiz srochini sotuvga chiqdi. Gapni to'g'risi, men shuncha xona reklama qilganman, bunaqasini ko'rmaganman. Har bitta xonasiga trezasi bor. Novostroykalarga eng kamida bitta detskiga gluxoy tushadi. Mana shu kattagina zalni o'zi kamida 30 kvadrat, 5 ga 6 kamida ikkita katta trezasi bor. Mana shu gilamlarni turetski eng zo'ridan tashlagan akamiz. Konditsioner bor, parda, duxkonturni katyol, katta televizor, lustrani eng qimmatidan turibdi. Mana shu katta zali bo'ladi. Bu esa ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxni, pol oyoqdagi topli pol 60 ga 120 lik Xitoy zarli kafel ishlatilgan texnika, bitovoy texnika hammasi Hoffman eng qimmatidan, buni bilgan biladi. Stralli mashina, gaz plita, mana shu rakfenni, duxkonturni katyol, hattoki mana shu pasuda yuvadigani ham Hoffman. Endi buni kommentariyaga narxini biladiganlar yozib ketasizlar. O'tirib yeydigan joygaza avtorskiy dizayn deyiladi. Har bitta xonasini mana shu o'zlari remont qilganlar. Razdельный sanuzlar bo'ladi. Bu opshi hammasi bo'ladi. Dushoboy kabina 60 ga 120 lik kafel ishlatilgan. Bu esa alohida unitaz bo'ladi. Mana shunaqangi stashi bo'ladi. Restorан bor. Kattalar uchun yotoqxona bo'ladi. Mana shu operator. Kattalar uchun yotoqxona, garderob o'zining shkafi bor, 9 palli divan, termozona, bu xonasiga ham konditsioner bor. 3 ta xonaga 3 ta konditsioner qo'ygan, trezasi ham bor. Ana endi bitta bolalar uchun yotoqxonani ko'rsatamiz. Operator. Bolalar uchun yotoqxona, xuddi kattalar uchun yotoqxonada juda ham kattagina konditsioner turibdi. Parda gilamni shunaqa mos qilib tashlagan. Gap bo'lishi mumkin emas. 111 kvadrat, narxi 128 ming, yana ozgina savdosi ham bor. 128 ming pulimiz yo'q. 60 ming, 70 ming berib qolganini ipoteka qilsam bo'ladimi deganlar uchun ipoteka ham qilib beramiz.